Hammaga assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Albatta, PUBG'chilar va CS'lar shu yerda bilaman. Shu rasmdagidek holatni qanday qilib xohlaymiz CS'ga oslasak bo'ladi, CS'ga xohlasak PUBG'ga oslasak qanday qilib tayyorlaymiz deydiganlar uchun bugun biz sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun albatta bizga kerak bo'ladigan eng asosiy narsa bu men Telegram kanalim bo'ladi. Telegram kanalimga o'tadigan bo'lsanglar, bu yerda tayyor hamma narsa mana bunaqa tayyor promptlarni va saytlarni to'liq kirgizib qo'ygan bo'laman sizlarga. Xo'p, mana bu birinchi o'rinda qiladigan ishimiz PUBG xohlang CS'ga kirib oling. Mana bunday asosiy joylar, masalan, PUBG'ga kiradigan bo'lsak, mana bunaqa kodlarimizni rasm screenshot qilib olamiz va akkauntimizni mana bunaqa qilib screenshot qilib olamiz. CS'da bo'lsak, asosiy personajimizni screenshot qilib turib, mana bu statistikalarimizni qayd etib turadigan va bu yerda arzularimiz bor skinlar va joylarni screenshot qilib olamiz. Va undan keyingi ish, meni Telegram kanalimga o'tib olsanglar, Telegram kanalimdagi tayyor promptni ko'chirib olasizlar. Mana bu yerda mana bu prompt, mana shu rasmni yasaymiz kelinglar. Mana shu tayyor promptni men ko'chirib olaman. Shu tayyor promptni copyright qilamizda va Google Chrome'ga o'tib turib Gemini saytiga kiramiz. Gemini, yana bilmaganlar uchun Geminiga boshqatdan kiraman. Mana shunday tayyor Gemini saytiga kirib olamiz. Hop, kirganimizdan so'ng bu yerda eng asosiy ish instrument bo'limini sozdать изображение. Mana bu yerdan sozdать изображение bosamiz. Bu yerda Pro rejimi tanlangan. Bu endi hozirgi copyright qo'ygan rasmlarimizni bu yerda biriktiramiz. Bu yerda загрузка изображение, men bu yerda mana bunday olganman. Men CS'ga ko'proq tayyorlamoqchiman. Shuning uchun yo bo'lsa Telegramga desizlar, Telegramga quvvasiylar bo'laveradi bemalol. Men asosan hozir CS'ga tayyorlamoqchiman buni. Buni va undan keyingisini biriktiraman. Tayyor bu yerda mana. Endi agar CS'ga moslamoqchi bo'lsanglar, qanday bo'ladi u promptni PUBG'ga deysizlar, copyright qo'yamiz va bu yerda yozuvlar va e'tibor beradigan bo'lsanglar, barcha yozuvlar bor. Sinov, qor effektlari deyapti. Bu yerda PUBG degan joyi bor. Mana shu PUBG'ni sekingina CS kattaroq harfda CS deb turib pastroq tushamiz. Yana bir qator tekshirib olamiz. Barcha PUBG'larda CS Xilda tayyorlab berdi, to'g'rilaymiz barchasini. PUBG bo'lsa, agar CS'ga moslamoqchi bo'lsanglar, CS2 to'g'rilab chiqamiz hammasini. Va bo'ldi, barchasini to'g'rilab chiqdik. E'tibor berib qoldirib, birontasi ham qolib ketmasin. Ko'rib to'g'rilab, hammani to'g'rilab chiqqandan keyin promptni yuboramiz. Endi PUBG'ga qanday qilamiz deysizlar, PUBG'da mana buni saqlanib qilib olaman. Men birinchi mana bu screenshotlarimizni hop PUBG deb esda qolish uchun PUBG 2 deb yozib qo'yaman. Bo'ldi. Endi bunisini ham saqlanib qilib olaman o'zimda. Albatta Telegram PUBG'larda bo'lishi mumkin bu. Men buni shunday saqlanib qo'yapman. Endi bu yasaguncha hozirgi promptda yana boshqacha xuddi shu promptni ko'chirib olganmiz. Yana boshqatdan ko'chirib olamiz. Agar ko'chirmagan bo'lsanglar, boshqa narsa o'zgargan bo'lsa, boshqatdan shuni ko'chirib olamizda. Bo'ldi, bizda endi mana bu yasash jarayoni ketyapti. Ketaversin, biz bu yerdan ikkinchi joyni ochamiz-da. Bu yerdan yana instrument bo'limida sozdать изображение tanlab olamiz. Добавить файл, загрузить файл qilamiz. Desktopga kelib turib, mana shu ikkovini belgilab turib biriktirib olamiz. Faylimizni biriktirdik. Bo'ldi. Ya'ni hozirgi ko'chirib olgan promptimizni bu yerga joylaymiz. Bo'ldi. Bizda bunda hech narsani o'zgartirmaymiz, chunki PUBG uchun tayyorlayapmiz. Bo'ldi. Bu yerda отправitni bitta bosib qo'yamiz. Bu yerda загрузка qilyapti. Bundan oldin endi nariga tayyorlangan jo'natasiz bor. Mana bu yerda e'tibor beringlar. Qanaqa chiroyli. Buni yuklaganidagi kassasi zo'r chiqadi. Yana yaqinroq ko'rsataman. E'tibor beringlar. Bo'ldi. Tayyor. Mana bu yerda tiniq formatda ko'rsataman. Tayyor mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Kachesini chiroyli chiqqan. Mana bunda tayyorlangan gap so'z bo'lishi mumkin, o'zi zo'r. Endi PUBG ni ko'ramiz. PUBG da qanaqa bo'ldi desanglar, bu yerdan qaytib olamiz. Mana bu yerda mana e'tibor beringlar. Qanday bo'ldi? E'tibor bering, chiroyli chiqqan. Shunday qilib ko'chirib, bundan boshqacha ham yana chiroyli promptlarni qanday qilib olamiz desanglar, albatta Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, Telegram kanalimda bemalol sizlar uchun joylab qo'yganman. Telegram kanalimda mana buni olib qo'ysanglar, hammasini sizlar uchun joylab, birma-bir hammasini joylab boraman. Bemalol Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Buning uchun
Shunday qilib tayyorlasanglar bo'ladi. Barcha o'zingizlarga xohlagan skinlarni chiroyli qilib tayyorlasanglar. Albatta video ostiga yozib qoldiringlar, men shunaqa tayyorladim deb. Keyingi videolarda ko'rishingiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariyaga qanaqa video chiqishini xohlasanglar albatta yozib qoldiringlar. Ko'rishamiz.